Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsili mazmunlarni diktorlarga sunamiz. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Xalqara Futbol Federatsiyasını ayıpladı. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Xalqara Futbol Federatsiyası Dünya Kupasıda 2026 yılı 27 iyun günü Atlantada Demokratik Kongo Cumhuriyeti bilen Özbekistan oynagan müsabaqa jarayonida Şərq Türkistan bayrog'iga qartilgan ayrimchilik va töhmet bayanlarini qaytarib olishni talab qildi. Xalqara Futbol Federatsiyasi xizmatchisi tomoshabinlarning qo'lidagi bayroqni zo'rliq bilan tortib olib, bo'lguncha bayroq, zapas askarlar bayrog'i cheklandi deb jakarlab, ularga boshqa guruhlarga nafratlanadiganlarni bildiradigan bayroqlarga ruxsat qilmaydiganligini aytdi. Bu tasvirlarning hammasi xato. Şərq Türkistanның dövlət bayrog'i 1933 yılı noyabrda Tunji Şərq Türkistan Cumhuriyeti tərəfindən ma'qullanğan bo'lib, shundan buyon Şərq Türkistan va uning xalqining dövlət simvoli bo'lib keldi. Şərq Türkistan xalqi 1949 yıldan buyon Xitoy Xalq Cumhuriyetining harbiy ishg'oliyati va mustamlika boshqarishi ostida yashab keldi va bugungi kunda Amerika Davlat ishlari ministerligi va nurg'ulg'an demokratik davlatlarning parlamentlari tomonidan e'tirof qilingan izchil yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikqa Birleşken Devletler tarafından e'tirof qilingan insoniyatga qarshi jinoyatlarga duch kelmoqda. Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Sharq Turkistondagi turkiy xalqlar tomonidan ko'tarilgan bu bayroq ularning milliy kimlik va o'z taqdirini o'zi belgilash huquqining simvoli bo'lib, Birleşken Devletler Tashkilotining nizomnomasi va xalqaro ahdnomlarda belgilangan huquqning simvoli. Bu ishg'ol qilingan davlatning bayrog'i. Zapas askarlar bayrog'imi, bo'lguncha bayrog'imi emas. Bölgünçe degan belge hem qonunni hem haqiqatni xato ifoda qiladi. Şərq Türkistan tarixning nurg'un davrlarida mustaqil bir davlat sifatida mavjud bo'ldi. 1949 yilining oxirida Xitoy Xalq Cumhuriyeti tomonidan amaliylashtirilgan chet el ishg'oliyati sababidan mustaqilligidan ayrildi. Bir rayon va bir xalq qonuniy jihatdan tava bo'lmagan bir davlatdan qonuniy yo'llar orqali ayrila olmaydi. Ularning talab qiladigan qurol kuchi bilan majburiy tartib olingan davlatining mustaqilligini asliga keltirish. Xalqaro qonunlar bu xil qurol kuchining qonunga uyg'un, huquqqa foydali ekanligini e'tirof qilmaydi. Bo'lguncha degan so'z ishg'olchining doim qo'llanadigan so'zi. Sharq Turkiston kimligining har bir bayonini ishg'oliyat va mustamlikachilikni aqlash uchun bo'lguncha deb tamg'a urdi. Zapas askar degani o'xshashli xato. Şərq Türkistan bayrog'i 1933 yılı Şərq Türkistan Cumhuriyeti tərəfindən qəbul qilingan dövlət və Şərq Türkistan xalqining bayrog'i bo'lib, hech qanday zapas qurolliq kuchning bayrog'i emas. Bayroq nafratlik emas. Şərq Türkistan xalqi nafratga loyiq chet el hokimiyati tərəfindən yo'qotilishga yuzlangan xalq bo'lib, nafrat, irqchilik, keng ko'lamda tutqun qilish, irqiy qirg'inchilik nishoniga aylandi. Ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning bayrog'ini nafratlik deb atash qurbonni jinoyatchi bilan almashtirib qo'yishdir. Xalqaro Futbol Federatsiyasining o'zining tantarbiya maydonining siyosati, irq, teri rangi, millat, ijtimoiy kelib chiqishi, din, siyosiy qarash yoki boshqa har qanday qarashlar yoki boshqa har qanday sabablar tufaylidan bir davlatga, bir xalqqa yoki bir guruhga qarata har turli ayrimchilikni nishon qilgan materiallarni cheklamoqda. Bu cheklama aslida xalqni ayrimchilikdan qo'g'dash uchun xizmat qilgan bo'lsa-mu, Xalqaro Futbol Federatsiyasi vakillari buni bir ayrimchilik holatiga olib keldi. Şərq Türkistan bayrog'ini qo'lga keltirib, ayrimchi, zapas askar, nafratga to'lgan degandek tamg'alarni urib, Şərq Türkistan xalqiga etnik yiltisi, milliy yiltisi va bayroqlari ifoda qilgan siyosiy qarashlari sababidan yangi siyosat qo'llangan atalg'ular bilan ayrimchilik qildi. Bu qonun bo'yicha cheklangan harakatning dal o'zidir. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Reisi Doktor Məmtəminəli Əfəndi Şərq Türkistan bayrog'i irqiy qirg'inchilik va yo'qolishga duch kelgan bir xalqning ishg'oliyat ostida qolgan davlatining simvolidir. Xalqaro Futbol Federatsiyasi bizga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizgan, nafratga to'lgan irqchi bir hokimiyatning so'zlarini qabul qilib, hokimiyatning qurbonlariga qarshi qo'llandi. Xalqaro Futbol Federatsiyasi bu tuhmat xarakterli so'zlarni qaytarib olishi, kechirim so'rashi va mas'ullarni javobgarlikka tortish kerak dedi. Amerika Kengash palata a'zolaridan tarkib topgan ikki partiyalik bir guruh Xitoyning yangi millatlar ittifoqligi qonunini ayblaydigan bir qaror loyihasini o'tirg'a qo'ydi. NTD xabar to'rining 28 iyun kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Kengash palata a'zolaridan tarkib topgan ikki partiyalik bir guruh bu qonun loyihasining Xitoy Kompartiyasining davlat ichidagi osonlik millat deb atalgan millatlarni bostirish va millatlar ittifoqligini ilgari surish bahonasida chet eldagi tanqishlarning iziga tushish uchun qonuniy qurol bo'lib xizmat qilganligini ogohlantirdi. Kengash palata a'zolari John Curtis, Jake Rosen, Jim Banks va Jeff Merkley bu qaror loyihasini o'tirg'a qo'ydi.
Bu qarar 1-iyuldan boshlab yo'lga qo'yilgan Xitoyning Millatlar Ittifoqligi va taraqqiyotini ilgari surish qonunini ayblaydi. Kengash palata a'zolari qaror loyihasida Xitoyning bu qonun loyihasini bekor qilish kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Kurtis 26-iyun kuni e'lon qilgan bayonotida Xitoy Kompartiyasining yangi Millatlar Ittifoqligi qonuni Beyjingning Tibet, Uyg'ur, Mo'ng'ol, Xristian va boshqa asonliq millatlarning kultur kimligini yo'qotish uchun uzun yillardan buyon elib berayotgan harakatining kuchayishini ko'rsatib berdi. Shuningdek, bir vaqtda Xitoy Kompartiyasiga Xitoy chegarasidan olqib ketgan tanqidchilarni qo'rqitish uchun bahona yaratib berdi. Amerika chegara ichi va sirtidagi bostirish, egalik huquqimizni buzishiga yo'l qo'ymaydiganligini aniq o'tirib qo'yish kerak dedi. Kengash palata a'zolari qarorga asosan bu qonunning Tibet, Uyg'ur, Mo'ng'ol, Xristian va boshqa guruhlarga qaratilgan majburiy assimilyatsiya va kulturni yo'qotish siyosatlarini tizimlashtirib kengaytirganligini, Xitoy Kompartiyasining xitoylashtirish faoliyatlarini qonunlashtirganligini, maktablar, diniy organlar va madaniyat tashkilotlarining faoliyatlarini partiya belgilagan ideologiyaga moslashtirishni talab qilganligini aytdi. Rosin va Bankis bu qonunning Xitoy chegarasidan boshqa joylarga ta'siri borligini ogohlantirdi. Kengash palata a'zolari Xitoyning allaqachon davlat xalqiga bostirishini kengaytayotganligini, qonunsiz chet el soqchi harakatlarini elib berayotganligini va Xitoy Kompartiyasining Amerika va uning ittifoqdoshlariga borgan-sari tahdid solayotganligini aytdi. Merkel bayonotida bizning ikki partiyali qarorimiz Xitoy Kompartiyasi Xitoy Xalq Jumhuriyatining majburiy assimilyatsiya va kulturni yo'qotishni qonunlashtirish va bu siyosatlarni chegara sirtiga kengaytirish tirishchiligini rad qiladi dedi. Bu qarorda Amerika Tashqi ishlar ministrligi Avstraliya, Kanada, Yaponiya, Yevropa Ittifoqi va Angliya qatorliq ittifoqdosh davlatlar bilan birlikda bu qonunning ta'sirini nazorat qilish va doklad qilish uchun hamkorlashishga chaqirildi. Yana Amerika prezidentini bu qonun bo'yicha inson haqlarini dafsanda qilgan shaxslar va organlarga qarshi dunyoviy Magnitskiy inson haqlari javobgarlik qonuni bo'yicha nishonliq jazo qo'llanishni o'ylashga chaqirdi. Xitoy Adliya ministrligining muavin ministri Hu Weili 24-iyun kunidagi muxbirlarni kutib olish yig'inida bu qonunni qo'g'dab xalqaro amaliyotga mos keladi deb tasvirladi. 25-iyun kuni Tayvan cho'ng quruqliq ishlar kengashining bayonotchisi va muavin boshlig'i Liang Wenchi Taybeyda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Huning so'zlarining ba'zi davlatlarning bu qonunga bo'lgan andisini pasaytmaydiganligini aytdi. Liang yana bu qonunning aniqsiz belgilangan moddalarni o'z ichiga olganligini va tahdid silish va qo'rqitishni maqsad qilganligini qo'shimcha qildi. 30-aprel kuni Yevropa Ittifoqi bu qonunni ayblaydigan va Xitoydan bu qonunni bekor qilishni talab qilgan qaror ma'qullagan edi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Beyjingning Millatlar Ittifoqligi qonunini ayblaganligi uchun Kengash palata a'zosi Kurtis, Merkel, Rosin va Bankisga rahmat aytamiz. Ammo osonliq millat degan ramka bizni xuddi qonunga o'xshash yo'qotish rolini o'ynaydi. Uyg'urlar, Tibetlar va Mo'ng'ullar osonliq millat emas, ishg'ol qilingan davlatning xalqlari. Ayblash harakat bo'lmaganda hech narsani o'zgartirmaydi dedi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hammamizning hamma vaqtimiz xayrli bo'lsin. Qarindoshlar, biz Sharq Turkiston xalqining eng cho'ng, eng muhim va eng jiddiy vazifamiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdir. Chunki Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirmay turib, yoki bu yo'lda qo'limizdan kelganini qilmay turib, dunyo oxiratda hech qanday qadr-qimmatimiz bo'lmaydi va hech bir ishimiz oqmaydi. Shuning uchun Xitoy tajovuzchilariga qarshi izchil kurash qilish diniy nuqtadan ibodat va insoniy nuqtadan bir sharaf masalasidir. Xitoy hokimiyati tajovuzchi bir shaytoniy kuch va shundaqla Allohning dushmani va butun insoniyatning o'rtaq dushmani bo'lish bilan bu nuqtani bek obdan biladi. Shuning uchun bizni yer yuzidan butunlay yo'q qilish uchun tirishadi va shaytoniy havaslarini qo'g'lashib, shayton yo'lida bizga qarshi davomli tuzoq qurdi. Qarindoshlar, bu nuqtada ko'zimizni ochib atrofimizga bir qarab boqaylik. Yaqinda Sharq Turkiston Jumhuriyati surgundi hukumati Xitoy tajovuzchilari ustidan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga shikoyat qildi va bu shikoyat rasmiy shaklda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida qayd ostiga olindi. Hamda yaqinda Sharq Turkiston Jumhuriyati surgundi hukumati xalqimizga chaqiriq qilib, oldimizda kelayotgan Urumchi qirg'inchiligi munosabati bilan Xitoy tajovuzchilariga qarshi keng ko'lamli namoyish qilishni talab qildi. Bu namoyishda tuvandikicha talablarni o'tirg'a qo'yish murojaat qilindi. Birinchi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti boshchiligidagi xalqaro adolat sistemasidan 2009 yil 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi va undan boshqa Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishlangan barliq jinoyatlarning javobgarligini surishti qilishdi. Ikkinchi,
Sharqi Turkistonni besib olingan bir davlat deb e'tirof qilishni. 3. irqiy qirg'inchilik, majburiy emgak selish va Xitoyning mustamlikachilik tuzumiga xotima berishni. 4. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mustamlika davlatlar va xalqlarga mustaqillik berish to'g'risidagi xitobnomasini amaliylashtirish talab qilamiz. Qarindoshlar, bu murojaatnoma e'lon qilinib uzun o'tmayla dushmanimiz Xitoy hokimiyati bu harakatning amaliylashishining oldini olish uchun tuzoq tugmasiga bosdi. İstihbarat kompensatorlari harakatga o'tdi. Har soatga artistlar sahnalarga tushdi va xalqimizni fitnaga selish komediyasini boshlatdi. Bu komediya xalqimizning diniy hissiyotidan foydalanib, xalqimiz orasiga dushmanlik va tafriqa selish komediyasi bo'lg'achqa, artistlarga ergishib nurg'ulg'an oq ko'ngil dindor va diyonatli qarindoshlarimiz sahnaga chiqib ketib qoldi. Bilib bilmay bu suiqasdlik komediyaga qitilib qoldi. Shuning uchun Sharqi Turkiston Cumhuriyeti sürgünde hukumati xalqimizga shundoq chaqiriq qiladi-ki, Xitoy istihbarotining bu o'yiniga qitilmayli. Darhol hushimizga kelib, diqqatimizni o'z ishimizga va o'z vazifamizga markazlashtiraylik. Ochchig'imizni va dushmanligimizni o'z ichimizga emas, balki o'rtaq dushmanimiz Xitoy tajovuzchilariga ishlataylik. Bizning hozir qo'limizda qolgan boyligimiz chet eldagi muhojir qarindoshlarımızdır. Qarindoshlar orasidagi do'stlikqa ahamiyat beraylik. Hozir diqqatimizni markazlashtirib, oldimizga Urumchi qirg'inchilikning namoyishimizni keng ko'lamda elib boraylik va bu namoyishga Sharqi Turkiston xalqining birdan-bir orzusining Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini e'lon qilaylik. Xalqaroga yuqorida tilga ilingan talablarni sunaylik. Alloh taolo Xitoy tajovuzchilarini va ularga ishlaydigan artistlarni rasvo qilsin va halok qilsin. Alloh taolo dinni va milliy ittifoqlikni qo'g'digan yoki qo'llashga tirishqanlarni hidoyat qilsin va g'alaba ato qilsin. Amin. Sharqi Turkiston Cumhuriyeti sürgünde hukumati bosh ministr ishxonasi 2026 yili 6 oyning 29 kuni. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.